Obunachilar afishadan nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Qirg'iziston Bishkekdan keltirilgan haqiqiy nasldor, haqiqiy liniyasi bor, toza arashan qidirgan aka-ukalarga mana bunaqa liniyasi bor. Haqiqiy 90 bo'ylari, 20 plyusda quloqlari ham mana bu yerda 12 bosh ekan. Kimga qiziq bo'lsa, bo'yningdan mana uzunligi 94 shiyap. Asosiga qo'yildi. Dashti 21 mana bunaqa haqiqiy naq bo'g'ozlardan ekan. Bo'g'oz qo'yqida yurgan aka-ukalarga bu videoni ulashib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, Bakuda qo'chqorlar yana sotuvda. Videoda oxirgacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga mana bunaqa quloqlari 20 plus 90 cm qo'chqorlarni video obzorini qilib beramiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, akalar, bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilar. Hurmatli obunachilar, biz bugun video syomkalarimizni sizlar uchun Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Video yoqsa bitta-bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna qo'yasizlar. Mana bunaqa qo'chqorlarni video syomkalarini qilamiz-da, sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Bugun hafta kunimizga 3-mart seshanba 2026-yil. Yana o'sha o'zimizni do'stimiz arzonchi Sharifjonning xonadoniga yetib keldik. Sharifjon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jo'ra keldingizmi? Biz yaxshimi do'stim? Xolasa obunachilarga bugun liniyali arashan qo'chqorlardan zotga so'raganlarga chiqaramiz. Xudo xolasa Yaxshi bo'g'oz ekda yaxshi bo'g'oz qo'yimiz ham ulardan qo'yib beramiz. bo'ldi. Do'stim, bugun necha parcha qo'y chiqaramiz? Bizga bir 3 partiya chiroyli qilib qo'y chiqarib. 3 partiya atrofida qo'y chiqarib berganmiz. Qo'yni soni ko'p ammo kelishaveradi. Mana bemalol ko'rasizlar, Xudo xolasa. Zotga mana arashan qo'chqorlarimiz. Hurmatli obunachilar, Junini olib tayyor qilib qo'yilgan. Bo'ylari hali qo'zi 90 plyusda bunisi. 90 plyus. 85 plyusda. O'lchab real ko'rsatib beramiz aka. bo'ldi. Hurmatli obunachilar, oxirgacha ko'rib turasizlar. Light bosib qo'yishlar bunaqa tozalari bizda. Mana oxirgacha ko'rib turasizlar, Xudo xolasa bugun qiziq bo'ladi video. Xo'p, do'stim, buni sekin-sekin ma'lumotini beraveramiz. Xo'p, quloqlari necha dedingiz do'stim? Quloqlari 21 shiyap 20 plyusga beramiz. Quloqlari 20 plyusda, 21 ham Oyoqlariga pishadigan. ahamiyat berilsin. Oyoq Kengligi yo'q, qana joylashgan, yo'g'onligiga toza liniya qo'yiladi. oyoq kiyimlariga e'tibor berasizlar. Kassak o'ta baquvvat, moshni. Xo'p, jullar olib qo'yilgan. Tayyor, shu bugun Tayyor mana. Tayyor. Quloqlari ham mana juda chiroyli. Do'stim, buni yuzlaridan. yosh oyliklarni nima deymiz yosh oyliklar? Yoshaylik 11 oylik, 12 oy o'tyapti. 11-12 oylik atrofida. Hali tish buzmagan jonivorlar mana. Mana eng no'chasi. Mana. Bu kattasi. Mana yerdan balandligi mana real bo'lsin. 90 dan ham oshiqroq ekan. Ha, o'zlari ko'rib olishaveradi. 90 ga berasiz do'stim. 90 ga beraman. Bo'ldi mana. Hurmatli obunachilar. 85 plyusga beraman buni. 85 plyus. Ha, kejano. Yer ichari muammosi yo'q oshna. Yebichar muammosi yo'q ekan mana. Xudo xolasa bular erka to'ylar bu qo'chqorlar. haqiqat. Rasm O'yinlarni qaranglar, hurmatli obunachilar mana. Mana obunachilar yerdan balandligi mana. Chiqqan bu so'narasizlar mana. Ha, Qo'chi jonivor. To'g'ri o'shanga do'stim. Mana shunday. ko'rinyaptim. 86-87 atrofida ekan. 85 ga berasiz do'stim? 85 ga. Uzunligini qarang. Haqiqiy qo'y ham, uzunligi ham. Shu yerda uzunligi. Uzunligini ham sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, bo'yningdan Mana uzunligi 94 shiyap. uzunligi ham o'sha joyida ekan. Qizil bo'lib qoladi janavorlar. Oyoqlariga ahamiyat berishsin. Oyoqlari ham o'ta baquvvat ekan. Haqiqiy zo'r ekan. Quloqlarini qaranglar, quloq tashabbuslarini haqiqiy. Joylashuv hammasiga e'tibor berishadi. Hamma yo'q kelishgan ekan, hurmatli obunachilar. Yer ichari o'ta xo'ra, ana ovqat tanlamaydi janavorlar. Xo'p, do'stim, buni xudo xolasa yebishlarga bir hafta sinovga berasiz. Bir hafta sinov olishaveradi. Dastlabki qayerga chiqib berasiz do'stim? Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. Bo'ldi do'stim. Hop, ma'lumotlarni obunachilar o'zlari telefon qilishaveradi, olishaveradi. Narxiga o'tamiz do'stim buni. Narxi o'rta arzon, $1000 emas. Ekalasini 11,5 milliondan bo'lsa beraman. 11,5 million so'mdan. 11,5 million so'mdan beraman. Dastlabkamiz qayerda dedingiz? Dastlabkani O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab.
Mana hurmatli obunachilar, Samarqandga besplatniy ketaveramiz. Samarqandgacha besplatniy ketaver ekan, undan u yog'iga kelishib olasizlar o'zlaring. Xudo xolasa, pastdan nimalarga bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolasa, ikki kun olgan odamga xayri bormi do'stim? Ha, ikki kun olgan odamga ozgina o'tib beraman. Telefonda aytib ketasizmi yo o'zlariga o'tib berasiz? Telefonda kelishadi. Bo'ldi, o'zlariga o'tib berar ekanlar. O'zlariga o'tib. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, xudo xolasa, telefon xodimni ishlarini bitirib beradilar. E'tibor bersin, quloqlari qaysi joyda. Mana quloqcha shularga ham e'tibor berasizlar. Do'stim, shuni quloqni bir o'chab qo'yaylik. O'siga qo'yildi. Dashti 21 mana mush o'tyapti. Dashti 21 chiqar ekan, hozir to'g'ri 20 ga berasizmi do'stim? Ha, 20 ga beradi. U yoq bonus bo'ladi-da, biz omochlar. Mana bunisini ham. Mana obunachilar. Bunisini shu yerga. Mana Hurmatli obunachilar, 20. 20 20 ga olishaveradi. bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, ko'rasizlar, xudo xolasa. Oyoqlariga ahamiyat olish. Oyoqlari ham mana haqiqiy moshina hamma tomon kelgan ekan. Do'stim, keyingi partiyaga o'tiramizmi? Keyingisiga o'tiraveramiz. Bo'ldi, hurmatli obunachilar, bizga keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, biz endi ikkinchi partiyamizga ham mana bunaqa oq yuz variantlardan ekan. Unakda liniyalilar o'rtablar. Unakda liniyasi bor. Hurmatli obunachilar, qo'ylar nima deyapti? Garbonoslarga e'tibor berasizlar. Quloq tashlab qo'yishlariga bitta qilib terib qo'yilgan o'rtablar qo'ylar. Hammasidan bor. Hammasidan bor. Shular olib qo'yilgan. Mana hurmatli obunachilar, quloq tashlab qo'yishlariga garbonoslarga e'tibor berasizlar. Garbonoslar ham haqiqiy zo'r ekan mana. Qo'chqorlar. Qolmasa. Mana. Do'stim, buni necha oylikka beramiz bularni? Bular oldi chiyorish kelib qoldi o'rta. Chiorish kelib qoldi bular. Ha, u ashitda kattasi chiyorgan mana buni. Bitta chiorgani bor. Mana shu. Mana bunisi chiorgan ekan. Haqiqiy badani ham zo'r ekan. Do'stim, shuni ushlaymiz, ha, ushlab ko'rsatamiz obunachilarga. Mana bu ham haqiqiy zo'r narsa ekan, hurmatli obunachilar. Bo'ylar, qaranglar, bo'ylar uzunligini. Haqiqiy zo'r narsa ekan mana. Hurmatli obunachilar. Oh, mashallah. Mana qo'yga qo'shgani haqiqiy Tayyorda mana zo'r narsa ekan. Mana. Mana chichkaryapti. Ekchikali etgan. Xo'p. Garmos. Yozda kelganman o'zim buni. Mana eti ham zo'r ekan, do'stim. Badani ham zo'r. Badani ham zo'r. Orqalarini qaranglar, hurmatli obunachilar. Oyoq kenglik, oyoqlar haqiqiy zo'r ekan. Kelgan ekan haqiqiy. Hamma yo'g'i kelgan bular. Mana tushlarga e'tibor berasizlar. Juda chiroyli ekan. Qo'yavering do'stim. Va xolasa kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Ular hammasi liniyali urug'liqqa bitta olaman deganga sotilgan bitta ham. Hammasini olsa ham So'raganlarga takror video qilib berasiz do'stim. takroriy video qilib beraman o'rta. Bemalol telefon qilasiz. 21 mana mana shular. Qulog'i 21, ha? Ha, mana shu o'ni oq yuzlar bor. Mana ular bor. Oq yuzlar qulog'i 20 plyusda. 20 plus ekan, hurmatli obunachilar. Qo'ylarim tanlab tashab qo'yilgan. Mana. O'zlari boqqa tashab qo'ygan ekanlar endi. Hali boq sirlar qilganimizda 15 talik qani? Ha. Mana shu qo'ylar bular. Mana o'zlarini boquvdagi qo'ylari hurmatli obunachilar sotuvga chiqdi. Sotuvga chiqdi mana. Hurmatli obunachilar, mana yuzlarga e'tibor berasizlar, hammasini yuzlari ham tiniq mana. Juda chiroyli mana kelgan. Haqiqiy. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasiz, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa buni yebishlari sinov o'tgan o'zlarini boqayotgan qo'ylari yana bir hafta sinovga berildi. Bemalol obunachilar sinov o'rasizlar. Mana quloqlari 20 plus. Bo'ylarini nechaga beramiz do'stim? Bo'ylari 85 plyusga olishsin. Bo'ylari 85 plyusga olarasizlar. Bo'ylari ham haqiqiy zo'r ekan haqiqiy qo'ylar. Garbonosiga Havas qilganlar ahamiyat berishur. bittadan like bosib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Xo'p, do'stim, narxiga o'tiramiz buni. O'rta boshlang'ich narxi 10 milliondan buni ichida. Aha. 2000 dollarga da qo'y bor. Kelib tanlab qaysi biri yaxshi ustida kelishaveramiz. Hammasini olaman desa, hammasini yo'lda qilib beraman. Hammasini yo'lida qilib bitta narx aytasizmi do'stim? Hammasini bu yo'lda qilib olaman desa, hammasiga ham narx aytaveraman oshna. Do'stim, bular liniyasi bor deyapsiz. Liniyasi qanaqa bo'ladi? Mana bu bitta oq yuzimizning liniyasi shirokida mana. Ha, bu shiroki. Oq yuz. Aha. Ikkita admiral bor mana. Ikkita admiral. Ha. Mana bunisi. Mana admirallar, liniyalilar hammasi. Liniyasi hammasini Qirg'iziston Bishkekdan kelgan. Hammasini sambigalarning liniyasi bor ekan, yozda kelgan ekan bu qo'ylar. Mana hurmatli obunachilar, bemalol kimga yoqsa shoshilib aloqa chiqarasizlar. Xo'p, do'stim, endi bundayda. Xo'p, buni videoga olyapmiz. Bunga narx aytmasangiz bo'lmaydi. Bir tortarga ayting do'stim. Bir joyga oladigangami? Ha, bir joyga ol. Ishqiboz bo'lgan odamga bir joyga olsa o'rta hammasini 1000 dollardan bir joyga bo'lsa beraman.
$1000 hammasi $1000 bo'lsa bir joyga ketaveradi. hammasi bir joyga bo'lsa Buni olib borib boqib qo'ysa ham maygada boqsin, bu eng kichkinasini ham $1,5 sotiladi bu qo'ylar. Hadi. mana hurmatli obunachilar, Bunaqa tozasi kamdan kam chiqadi sotuvlar. tanlab olishga kelishilar ekan, agar bir tortadigan bo'lsa $2000 $2000 gacha bor ekan hurmatli obunachilar. Qo'yda haqiqiy zo'rlari, xudo xolasa liniyasi bor, samый главный bemalol aloqa chiqarasizlar. Общий summadan o'tib berasizmi do'stim? O'tib beraman oshna. Bo'ldi, telefon qilgan odamga xudo xolasa xayri bor ekan, общий summadan o'tib beraman deyaptilar. Xo'p, keyingi partiyaga o'tamiz, ha do'stim? Keyingisiga o'taveramiz. Bo'ldi, hurmatli obunachilar, biz kuzatishda davom etamiz. Bizda endi keyingi partiya. Obunachilar, bizda endi so'nggi partiyaga mana bunaqa haqiqiy naq bo'g'ozlardan ekan. Bo'g'oz qo'yqida yurgan aka-ukalarga bu videoda ulashib qo'yasizlar. Qo'yib turganlar oshna. Do'stim, bu mana bunisi bir haftaga ham bormaydi shekilli. Bir haftaga ham borib bormay mana xudo xolasa tug'adigan variantlari. Qorin tashlab qolgan. 80-85. Bo'ylari ham 80-85 atrofida ekan. Qo'yib turibdi janovar. Ikkovi ham mana haqiqatan naq bo'g'ozlardan ekan. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa pul arzon bo'ladi. Oxirigacha ko'rib turasizlar. Xo'p, bo'ylarini necha dedingiz? Mana kichkina 80, narigi 85. 80-85 ekan. Bittasi 6 ishga o'tyapti. Bunisi 4 ish bo'lsa kerak, a? Aha, Bunisi 4 ish, bunisi 6 ish. Xudo xolasa mana. Yeb ishlardan muammosi umuman yo'q, a? Umuman muammosi yo'q ekan, hurmatli obunachilar. Aha. Bemalol sinab o'rasizlar yana bir hafta. Dastlabkilari o'sha sizlarga yetkazib olib borib berishadi mana. Xudo xolasa kelishib olsalaring. Xo'p, do'stim, xudo xolasa endi buni aybi nuqsoni yo'q. Yo'q, bemalol tekshirib olishaveradi oshna. Xudo xolasa Qo'ydi qarang. yemini yeb turgan. Toshcha quvulgan ham, addelni turibdi ekanlar. Olib tashlab qo'yasizlar, xudo xolasa sal kundan keyin bitta-bittadan tug'ib beradi. Egiz suv bersa, Egiz tug'ib bersa $1000 da. egiz suv bersa mana qo'ylaring 10 million bo'ladi degan gap. Xo'p, do'stim, buni gapni ko'paytirmasdan, gap dinalasiga o'tib, bu narxini aytaylik. Olsa ikkovi 13 millionga o'tib beraman. 13 million. Nazinadan o'tib beraman ikkovi. 6,5 million so'mdan qo'ydi turgan qo'y ishonchli. Ashaqda qochib o'tgan. Qirg'izistonda. Qirg'izistonda. Qirg'iziston Bishkekdan kelgan, o'sha yerdan o'tgan. Qanday qo'chqor qo'shilganini noma'lum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa telefon qilgan odamga xayri bor. Xayri bor ammo. Xo'p, jip olgan odamga xayri bor ekan, xudo xolasa telefon qo'rasizlar, ishlaringni bitirib beringlar. Xo'p, biz endi so'nggi partiyamizda bu do'stim. Kelishaveradi orta. Bo'ldi, kelib ko'ramiz degan aka-ukalarga Alloh kasal tashab beriladi. Akasalar tashib beramiz. Aka-ukalar, ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Hammamiz uyimizda shunday qo'ydan baqish ekizsalar nasib qilsin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar.